Salom aziz mehmonlar va ishtirokchilar. Biz Texnopark mas'uliyati cheklangan jamiyatning rasmiy ijtimoiy tarmoqlarida e'lon qilingan tanlov g'oliblarini mukofotlashga bag'ishlangan tantanali marosimimizni boshlaymiz. Biz rasmiy ijtimoiy tarmoqlardagi sahifamizda tanlov e'lon qilgan edik. Sovrinlar qatorida Samsung kir yuvish mashinasi, Artel chang yutgichi va bosh sovrin Samsung muzlatgichi edi. Tanlov shartlariga ko'ra avtomatlashtirilgan tizim sovrinlarning o'z egalarini topdi va biz taqdirlash marosimini boshlaymiz. Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar, g'oliblarimiz. Mana biz o'tkazgan konkurs iyul oyida o'tib o'tdi, lekin mana shu chiroyli marosimimiz bizning hammamizni eng ulug', eng aziz bayramimiz arafasida o'tyapti. Hammanglar bilasizlar, sentabr oyida O'zbekiston mustaqilligiga 30 yil to'ladi. Hammanglarni shu kelayotgan katta bayram bilan tabriklayman. Ham ruxsat bersanglar, sovg'alaringizni topshirsam. 3-o'rin Buxoro viloyati Naimova Ozoda opa. O'rinda ta'kidlab o'tishimiz joizki, 2-o'rin sohibasi Qoraqalpog'iston Qo'ng'irot tumanidan Faxriddinova Bebesanim kir yuvish mashinasi bilan taqdirlandilar. 1-o'rinni bu Samsung Texnoparkda ishlab chiqarilgan Samsung muzlatgichi. 1-o'rin Toshkent viloyati Chirchiq shahridan Nurkasheva Aliya. Tabriklaymiz. Hamma ishtirokchilarga katta rahmat. Sog' bo'linglar. Texnopark mas'uliyati cheklangan jamiyat o'tkazadigan konkurslarda faol ishtirok etinglar. Sizlar ham g'olib bo'lishinglar mumkin. Hammanglarga rahmat. Yaxshi kunlarda ishlatinglar. Ayni damda biz ushbu o'tkazilgan tanlovning 1-o'rin sohibasini oldida turibmiz va ulardan o'z taassurotlari haqida eshitamiz. Assalomu alaykum. Men Toshkent viloyati Chirchiq shahridan keldim. Texnopark o'zida shunaqa ajoyib bir konkurs bo'ldi. Men unda imkoniyatimni sinab qatnashdim. Tizim orqali meni g'olib deb tanlashibdi. 1-o'rinni oldim. To'g'risi boshida ishonmadim, lekin juda ham xursand bo'ldim. Rahmat kattakon, haqqoniy konkurs uchun xursandman. Navbatdagi 2-o'rin bilan sizlarni tanishtirsak, ular ma'lum bir sabablarga ko'ra masofa uzoqligi tufayli Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tumanida yashovchi, istiqomat qiluvchi 2-o'rin bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tumanidan Faxriddinova Bebesanimman. Ayrim sabablarga ko'ra borolmadim. Shuning uchun vizaliqaga chiqishga majbur bo'ldik. Men Texnopark sovrinlariga qatnashdim. Avvalo o'ylamovdim, vizaman deb. Haqqoniy o'yin ekan. Shunday shartlarni bajardim. Shartlarni bajargandan keyin kutmovdim. Shunday xabar kelib qoldi. Siz shunday 2-o'rin g'olibi bo'ldingiz deb. Ishonmadim. Endi ishonyapman, rostda haqqoniy ekan. Rahmat sizlarga. Jiyanim Buxoroda Ozoda jiyanim, demak, Texnopark MCJ ijtimoiy tarmoqlarida, Instagram sahifalarida men bu o'yinda ishtirok etgan ekan va 3-o'rin sohibasiga aylangan ekan. Ayrim bir sabablarga ko'ra jiyanim kela olmaganligi tufayli, menga iltimos qilgani tufayli men kelib Texnopark MCJ tarafdan taqdirlangan pilisos sovg'asini olib ketyapman. Albatta egasiga yetkazishga harakat qilaman.